Agar siz Marg'ilonli bo'lsangiz, mana shu bog'ga yoshligingizda bir marta bo'lsa ham kelgansiz. Bu bog' ochilganida Farg'ona Marg'ilonda eng legendarniy bo'lgan, hozirgi kunga kelib afsonaga aylangan. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozir sizlar bilan onlayn sayohat qilamiz. Shu attraksion Farg'ona Marg'ilonda yagona bo'lgan. Bu attraksionda uchmagan insonni o'zi bo'lmasa kerak. Biz ham yoshlikda shu attraksionga qiziqib kelardik. Eng baland joydan uchgani qo'rqardim, to'g'risi. Lekin qolgan hammasidan uchib ko'rganman.